Qiziq, juda qiziq. Mana Abdulla Abdullayev eng markaziy himoyachi, lekin shu bilan birgalikda bu nisbiy hozir aytaman, Otabek Shukurov ichkariga yorib kirdi. Kerak paytda, endi bu kerak bo'lmasin-u, doimiy hujumga borishimiz. Hozir Oston O'runov, ikkita uchta himoyachini aldab o'tib ichkariga yorib kirdi. Zarba, gol! Bir o'zi Oston hal qilib tashlayapti. Misr himoyasini ko'rmagandek o'tib ketyapti. O'runov tezkor darvozabon ham ketdi. Qarang, oxirigacha borib Bersa bo'lardi boshqalarga, lekin qaradi, urib qo'ya qolay dedi. Otabek Shukurovdan Ala Pirlo pas. zo'r. Qarang, ishonch bilan oxirigacha borgani va 2-0. pas zo'r bo'ldi rostdan. Oston O'runov Misr 2-0.